Alloh bilan tortishib yuradigan bir telba Ka'baga haj ziyoratiga yo'lga tushadi. Eshagini minib ketaveradi, bir yo'lga kelgan vaqtda qorong'i tushib qoladi, xufton namozlarida o'qish kerak bo'ladi. Eshakni shunday ustidan jabu deydi, yechib oladida, eshakni qo'yaveradigan vaqtda aytadi: "Yo Robbiy, men sening uyingga mehmonga ketyapman. Mana bu eshak senga omonat, qarab turgin. Mabodo bu ketib qoladigan bo'lsa, bilasan men sening uyingga bora olmay qolaman, qiynalib qolaman. Men xafa bo'laman, qara" deydi-da, ichkari kirib uxlaydi. Yarim kecha o'rnidan turadi, turib atrofga qaraydida, eshak narsalarni yig'ishtirib, shunda ko'chakisi eshagi yo'q-da. Qaramagansan, qiynalaman, yo'lda yuraman, endi nima bo'ladi deb turib, nolib ketayotgan vaqtda bitta chaqmoq chaqatda eshagini unday joyda o'tlab yurganini ko'rib qoladi-da. "Ha, bilaydim seni allamasligingni, bilaydim seni xiyonat qilmasligingni" deydi-da, eshagini minib yo'lda davom etadi. Bugungi kunda ba'zi bir insonlar ishonib ish boshlaydi, ozgina ishida sinov kelib qolsa, birdan tushkunlikka tushadi, o'sha ishni to'xtatib qo'yadi. Jon tomiringizdan yaqin bo'lgan Allohga shu darajada siz ishonib ish boshladingizmi, endi orqaga qaytmang. Ishoning, o'sha ish barakali bo'ladi. Faqat oxirigacha davom eting.